Hello guys. Salom alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Daler. Python 0 kursimizning 6-darsiga xush kelibsiz. Bugun biz Python dasturlash tilidagi eng muhim tushunchalardan biri if va else ni o'rganamiz. Agar siz if ni tushunmasangiz, Python endi qaror qabul qila boshlaydi. Hop, masalan, yoshga qarab tekshiradi. Son katta yoki kichikligini aniqlaydi. Parol to'g'rimi yoki noto'g'riligini tekshiradi. Demak, boshladik. If nima? If bu shart tekshiruvchi operator. Agar shart rost bo'lsa, true qaytaradi. Kod ishlaydi. Agar shart noto'g'ri bo'lsa, false ishlamaydi. Hop, buni sizda amalda kodda ko'rsatib beraman. H20. Hop, siz voyaga yetgansiz. Bu yerda Python tekshiradi. Agar age 18 dan katta yoki teng bo'lsa, unda ekranga yozadi. Siz voyaga yetgansiz. Hop, endi ikkinchi else. Else nima? Hop. Else bu aks holda degani, agar if ishlamasa, else ishlaydi. Hop. Agar yosh 18 dan kichik bo'lsa, unda Python else qismini ishlatadi. Siz voyaga yetmagansiz. Endi eng qiziq joyiga keldik. Hop. Input bilan ishlash. Buni 5-darsimizda o'tganmiz. Yoshimizni kiritamiz. 20. Siz voyaga yetgansiz. Hop. Bu yerda foydalanuvchi yoshini kiritadi, keyin Python tekshiradi. Agar 18 yoshdan katta bo'lsa, voyaga yetgan deb chiqaradi.
Agar kichkina bo'lsa, voyaga yetmagan deb chiqaradi. Va sizlarga har doimgidek bonus qiziq misol, ya'ni topshiriq beraman. Hop. Hop. Buni javobini kommentariyada kutib qolaman. Hop, podpiska va like esdan chiqmasin. Xayr do'stlar, keyingi darsda ko'rishguncha.